Ilm-fan asoslashga ojiz bo'lgan 10 ta maskan. Sayyoramizda shunday maskanlar borki, u yerda fizika qonunlari ishlamaydi va hatto olimlar ularning sirlarini ilmiy isbotlab bera olmaganlar. Bu sonda men sizga yerdagi ilmiy jihatdan mavjud bo'lishi imkonsiz deb hisoblanadigan 10 ta manzil haqida so'zlab beraman. Video boshlanishidan avval Expert Mediaga obuna bo'ling hamda roliklarimizga like bosing. Bu biz qilayotgan mehnatimizni qadrlashingizni anglatadi. Kesilgan tosh. Saudiya Arabistoni hududida poytaxtdan 8 soatli yo'l uzoqligida Al-Nasla nomli sirli tarzda kesilgan tosh mavjud. Bu tosh juda ham ulkan, balandligi 9 metrga, kengligi taxminan 8 metrga yetadi. Eng qizig'i, bu tosh juda o'tkir arra bilan yarmidan bo'linganga o'xshaydi. Kesilgan chizig'i juda tekis. Shunga qaramay, tosh qismlari na yon va orqa tomonga, na bir-biriga qarab yiqilib tushadi. Garchi ikkala qismining ham asosi mustaqil va unchalik keng, qulay bo'lmasa ham, go'yo ularni qandaydir sirli kuch ushlab turgandek. Bu hali hammasi emas. Ulkan qoyaga tanasining bir qismini qoplagan petrogliflar yanada sirlilik bag'ishlaydi. Olimlar bu toshning qanday ekani va hatto uning kelib chiqishini tushuntirib bera olishmaydi. Bir taxminga ko'ra, super qoya ko'p yillar oldin yerdan tashqaridagi sivilizatsiyalar elchilari tomonidan insoniyatga taqdim etilgan. Yana boshqa bir taxminga ko'ra, u o'zga sayyoraliklar tomonidan kosmik lazer yordamida kesilgan. Uchinchi taxminda aytiladiki, tosh ko'p ming yillar oldin bu joyda yashagan va keyin g'oyib bo'lgan qadimgi yuksak darajada rivojlangan madaniyatlar davridan beri shu yerda turibdi. Bundan ham ko'ra abadiyroq faraz mavjud. Ota-bobolarimiz bu toshni nurli arra va suv yordamida arralashgan. Qaysi taxmin sizga ko'proq ma'qul bo'ldi? Qanday javob berish haqida bosh qotirayotgan paytingizda men yana bir sirli tosh to'g'risida hikoya qila boshlayman. Lekin u issiq Arab sahrosida emas, balki Myanmada va bu mitti davlatning asosiy diqqatga sazovor joylaridan biridir. 2500 yil davomida Mun shtatidagi qoyada turgan bu oltin toshni mahalliy aholi Budda toshi deb atashadi. Qoyada deyarli osilib turuvchi Pagoda Chaityoning bo'yi 5,5 metr. Barcha fizika qonunlariga ko'ra, tosh allaqachon tog'dan dumalab tushib, yo'l-yo'lakay ko'plab binolarni vayron qilgancha parchalanib ketishi kerak edi. Biroq tosh umuman yiqilish haqida o'ylamayapti. Xuddi uni qoya ustida nimadir ushlab turgandek. Bir juft qiziquvchan sayyoh toshni biroz silkitib ko'rishi mumkin, lekin uni pastga itarib yuborish imkonsiz. Mahalliy aholining fikricha, buning uchun shaxsan Buddaning o'zidan minnatdor bo'lmoq lozim. Mystery Spot. Agar Kaliforniyaga borib qolsangiz, men sizga Santa Cruz shahriga tashrif buyurib, u yerdan uzoq bo'lmagan manzilga sayohat qilishingizni maslahat beraman. Shahar yaqinida sayyoramizning eng g'ayritabiiy maskanlaridan biri joylashgan. U yer sirli go'sha yoki Mystery Spot deb nomlanadi. Haqiqatan ham u yerda ko'plab sirlar mavjud. Yog'och imoratli tepalikdagi bu g'ayrioddiy joyda, ya'ni Mystery Spotda fizika qonunlari umuman ishlamaydi nazarimda. O'ylaymanki, Michael Jacksonga bu uycha juda ma'qul kelar edi. Zero u ham o'z sahna chiqishlarida antigravitatsion harakatlar qilishni yoqtirar edi. Bu hali hammasi emas. Mystery Spotda muvozanatni saqlash juda qiyin. Bir qarashda tekis yuza, lekin xuddi qiyalikda turgandek bo'lasiz. Yoki aksincha. Bundan tashqari, kuzatuvning turli nuqtalaridan uyning ichida yoki tashqarisida odamlar bir qarasang ko'p, bir qarasang kam ko'rinadi. Mystery Spotda polda yurish juda qiyin, lekin siz shift yoki devorlarda bemalol sayr qilishingiz mumkin. Umuman olganda, bu haqida gapirgandan ko'ra borib ko'rgan afzal.
Bu joy sayyohlar orasida mashhur bo'lsa-da, olimlar hali hanuz bu hodisa yuzasidan aniq javob bera olmaydi va bizningcha o'zlari ham tushuna olishmaydi. Yana bir taxminga ko'ra, fizika qonunlari bu yerda kuchli magnetlanish tufayli ishlamaydi. Bu narsa kompasning g'alati xatti-harakatida ham o'z tasdig'ini topadi. Aragats tog'ining etagi. Aragats tog'i Armanistonda joylashgan bo'lib, o'zining sirli anomaliyasi bilan mashhur. Hammamizga ma'lumki, tog' yonbag'riga qo'yilgan jismlar tortishish qonunlariga ko'ra pastga dumalab tushadi. Xuddi shu narsa suv bilan ham, har qanday obyekt bilan ham sodir bo'ladi. Ammo Aragats tog'ida hammasi o'zgacha. Bu yerda predmetlar va jismlar pastga emas, yuqoriga qarab harakatlanadi. Bu esa butun olam tortishish qonuniga ziddir. Mahalliy daryolardagi suvlar qiyalikdan yuqoriga qarab oqadi. Dvigateli o'chirilgan mashina ham tog' cho'qqisi tomon harakatlanadi va shu bilan birga tezlikni oshiradi. Aragatsga tashrif buyurgan sayyohlarning ta'kidlashicha, u yerda tepaga chiqish tog'dan pastga tushishdan ko'ra ancha osonroq. Go'yo noma'lum kuch sizni tepaga tortadi. Bu yerga o'zlari uchun fizika qonunlariga mos kelmaydigan gravitatsiyani sinab ko'rmoqchi bo'lgan ko'plab sayyohlar kelishi ajablanarli hol emas. Aytgancha, Mystery Spot misolida bo'lgani kabi, Aragatsni ham yagona noyob hodisa deb bo'lmaydi. Shunga o'xshash paranormal hodisalar sayyoramizning boshqa joylarida, masalan, turli xil tortishish kuchiga zid tepaliklarda, yo'llarda qayd etilgan. U yerlarda ham obyektlar pastga emas, yuqoriga qarab harakatlangan. Navbatdagi hodisa ham tog'lar va tepaliklardagi antigravitatsion tortishish holatlariga nimasi bilandir o'xshab ketadi. Chunki biz teskari sharshara haqida gaplashamiz. Uni hatto sharshara emas, suv ko'targich deb atash ham mumkin. Chunki undagi suv tushmaydi. Aksincha, yuqoriga qarab shitob bilan harakatlanadi. Bunday anomal joyni Farer orollari tarkibiga kiruvchi Suvroy orolida uchratish mumkin. 470 metr balandlikdagi dengiz qoyasining tik qoyali yonbag'irlari bo'ylab suv tomchilari shaxt bilan yuqoriga qarab otiladi. Bu juda g'ayrioddiy va hatto g'ayritabiiy ko'rinadi. Ammo olimlar bu hodisaning sabablarini topganlariga ishonchlari komil. Ularning fikricha, teskari sharshara havoning spiralsimon tornado kabi baland va tik qoyalar yaqinida aylanma harakatlanishi tufayli hosil bo'ladi. Qoyaning cheti shamolni kuchliroq aylantirishga yordam beradi. Shamol va suv o'ramasi yuqoriga qarab ko'tariladi. Bu omil kuchli shamollar bilan birgalikda suvning ko'tarilishi va sirli hodisaning shakllanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, teskari sharshara muntazam ravishda kuchli shamol esganda paydo bo'lishi mumkin. Bu suv oqimining yuqoriga purkalishini keltirib chiqaradi. Jarangdor toshlar bog'i. Agar toshga qattiq jism bilan ursa nima bo'ladi? Jarangsiz, bo'g'iq tovush eshitiladi deb javob berish mantiqan to'g'ri bo'lardi. Lekin aslo qo'ng'iroqnikidek jarangli ovoz eshitishni kutmaysiz. Ajablanarlisi shundaki, Pensilvaniyadagi jarangdor toshlar va qoyalar bog'ida bu tabiiy hol. U yerdagi ulkan hududda yuzlab aql bovar qilmaydigan toshlar yotadi. Xohlaganingizga bolg'a bilan zarba bering va qo'ng'iroqnikidek ohang taraladi. Go'yo ular metalldan yasab qo'yilgandek. Toshlar ustida bir nechta tajribalar o'tkazildi, ammo hodisaning tabiati baribir noaniqligicha qoldi. Pensilvaniyalik geolog Richard Fass laboratoriyada bir nechta shunday toshlarni tekshirib ko'rdi. U har safar toshga urilganda past chastotalarda inson qulog'i sezmaydigan tovush chiqishini aniqladi. Ammo bir nechta toshlar bir-biriga o'zaro ta'sir o'tkazadi va odam endi bu toshni eshitishi mumkin. Yana bir g'alati holat ham bor. Maydondagi toshlarning aksariyati tog'ning qulashi va ko'chki natijasida yig'ilib qolgan. Biroq jarangdor toshlar na tog' etagida va na qiyalikda bor. Ular faqat tog'ning cho'qqisida mavjud. Unday toshlar yaqin atrofdagi tog'larda umuman yo'q. Yana bu yerda hech qachon muzliklar bo'lmagan. Shuning uchun jarangdor toshlar tog' cho'qqisiga qanday chiqib qolgani noma'lum. Bundan ham ajablanarlisi, bu tabiat bog'ida hayvonlar umuman yo'q. Hattoki hasharotlar ham jarangdor toshli hududda yashamaydi. Ba'zilar u yerda kompaslar ham ishlamaydi deb ta'kidlashadi. Ammo bu yerda na yuqori fondagi nurlanish,
na anomal magnit maydonlar yoki g'ayritabiiy elektromagnit faollik izlari topilmagan. Qo'ng'iroq toshlaridan g'ayrioddiy tosh buloqqa o'tamiz. Bu Buyuk Britaniyada Nid daryosi bo'yida joylashgan va bejiz uni bunday nomlashmaydi. Bu sirli joyda unga tushib qolgan har qanday narsa tosh qotadi. Xuddi meduza gargon singari. Barglar, qushlarning o'ligi, daraxt shoxlari. Suvga tushgan hamma narsa 2 oy ichida toshga aylanadi. Ko'p asrlar davomida mahalliy aholi buloqning la'natlanganiga ishonganlar. Ular suvga tegib ketishsa, darhol toshga aylanib qolishidan qo'rqishar edi. Qizig'i shundaki, buloq doim ham shunday xossaga ega emas edi. 16-asrgacha buloq suvidan turli kasalliklarni davolashda foydalanilgan. 17-asrda esa ingliz shifokorlari manbadan olingan suv barcha kasalliklarga davo ekanligini aytishgan. Biroq ko'p o'tmay mahalliy aholi vaqt o'tishi bilan manba suvi ostidagi buyumlar toshga aylanib qolayotganini payqab qolishdi va buloqning obro'siga putur yetdi. Olimlar bu buloqning xossasi borasida yagona umumiy fikrga ega emaslar. Ammo bir versiyaga ko'ra, suvda ko'plab yuqori konsentratsiyali minerallar mavjud bo'lib, bu jismlarning toshga aylanishiga sabab bo'ladi. Vottovara tog'i Kareliya Respublikasining asosiy diqqatga sazovor joylaridan biridir va shu bilan birga asosiy jumbog'idir. Quruq va nimjon o'simliklar, noma'lum sabablarga ko'ra kichik toshlar tirgak qilib qo'yilgan. Yo'nilganga o'xshash katta tosh va ma'yus manzara. Aftidan, bu yerda tirik mavjudotlar tezda halok bo'ladi va o'simliklar ildiz otmaydi. Olimlarning fikricha, bunday bo'lmasligi kerak. Ammo Vottovara o'zida tirik jonzotlarni ko'rishni xohlamaydiganga o'xshaydi. Bu yerda siz ajriq, mog'orgul va archadan boshqa narsani ko'rmaysiz. Bu hali hammasi emas. Tog'da odamlar bir necha bor noma'lum uchar jismga o'xshash obyektlarni ko'rishgan va tog'ning o'zini qurbonlik keltiriladigan hamda yovuz kuchlarning dahshatli marosimlari o'tkaziladigan joy deb bilishadi. Kimdir tog'ni qadim zamonlardan beri shamanlar makon tutgan, shu sababli muhit shunday deb hisoblaydi. Kimdir Vottovarada boshqa dunyo darvozasi joylashganiga ishonadi. Tasavvur qiling, siz tinchgina yashayapsiz, o'zingizning biznesingiz bilan shug'ullanyapsiz. To'satdan keskin ravishda holdan toyganingizni his qilasiz va qattiq uyqungiz keladi. Haqiqatdan ham tez orada qattiq uxlab qolasiz va faqat bir necha kundan keyin uyg'onasiz. Qandaydir triller yoki dahshatli film syujetiga o'xshaydi, to'g'rimi? Ammo Kalachi qishlog'i aholisi uchun bu haqiqatdir. Qozog'istonda joylashgan bu qishloq uyquchi qishloq laqabi bilan mashhur. 2013-yildan beri mahalliy aholi dahshatli uyquchilik, gallyutsinatsiyalar va xotira yo'qolishidan shikoyat qila boshlashdi. Ular tom ma'noda har qanday joyda uxlab qola boshlashdi. Yo'llarda, rulda, maktabda va ishda. Shuningdek, tashrif buyuruvchi mehmonlar ham bu narsani his qilishdi. Ularning uyqusi qattiq va uzoq davom etar edi. Qaysidir ma'noda u hatto komani eslatdi. Bir haftalik uyqudan so'ng mahalliy aholi xotiraning zaiflashganini his qilgan holda uyg'onishardi. Bu fenomen barcha qonunlarga va sog'lom fikrga zid edi. Qanday qilib? Bir taxminga ko'ra, mahalliy aholining uyquchanligi sababi qishloqning Uran koniga yaqin joylashganidir. Biroq bu konga yaqin yana bir qo'shni qishloq aholisi nega ser uyqulikdan aziyat chekmasligi tushunarsiz. Boshqa farazlar ham yuzaga chiqdi. Radon va is gazining ta'sir o'tkazishidan boshlab kuchli nurlanishgacha, ammo ularning hech biri 100% tasdiqlanmagan. Yaxshiyamki 2016-yildan keyin Kalachida ser uyqulikning yangi holatlari qayd etilmadi. Ram Setu. Agar biz Hindiston va Shri-Lanka chegarasining sun'iy yo'ldoshdan olingan tasviriga nazar tashlasak, bu ikki davlat qanday qilib 48 kilometr uzunlikdagi arqonsimon sayozlik chizig'i bilan bog'langanligini ko'ramiz. Bu arqonni Ram Setu, Ramning ko'prigi yoki odam atoning ko'prigi deb ataydilar va olimlar uning kelib chiqishini tushuntirib bera olmaydilar. Afsonaga ko'ra, ko'prik 1,750,000 yil oldin suvda suzib yuruvchi toshlardan qurilgan. Ammo bu shunchaki afsona. To'g'ri, bu asotirga tabiiy kelib chiqishdan ko'ra ko'proq ishoniladi.
Hatto ko'plab tadqiqotchilar ko'prikning tabiiy ravishda paydo bo'lganiga shubha qilishadi. Chunki ushbu arqonsimon sayozlikni o'rganish paytida dengiz qumi bilan qoplangan yuzaning tagida xarsang toshlar mavjudligi aniqlangan. Olimlarning fikricha, bu xarsang toshlar u yerga sun'iy ravishda joylashtirilganidan dalolatdir. Barcha ko'rsatkichlarga ko'ra, bu joy ilmiy nuqtai nazardan bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun haqiqatni boshqa tomondan izlash kerak. Agar siz ham biron bir g'ayritabiiy maskanga borgan bo'lsangiz, izohlarda bu haqida yozib qoldiring. Sizni qiziqtira olgan bo'lsak, like bosing va Expert Mediaga obuna bo'ling. Yana ko'rishguncha do'stlar.